Mana qarang, mana. Aytdimaskina eshintagi qo'l bo'lib qoldi deb qarang. Buni meni uyim deb o'ylaganda, tushundingiz? Sizlar ishonasizlarmi? 2 kundan beri chiqaman, eshigim tagi jiqqa qo'ldi. Bilmayman nimaga suv bo'yatdi desam, yanklarim bilmayman deyapti. Mana ahvol hozir kamerani tiklab o'tirsam, kelib mana qilib 2 kundan beri suv sepib ketishayotgan ekan. Aniq bugun ham keladi. Ushayman-u. Ana, yana sepyapti. Hozir ko'radimi? Nima demishi bo'lsin? O'g'lim, nima demishi bo'lsin? Ushadimmi? 2 kundan beri na uyqumda, na yeb ichganimda halovat bor. Faqat erim bilan urushaman. Meni tinch hayotimdan nima xohlayapsiz? Nima o'qityapsiz meni? Xohlayapman. Sizdan konkurs xohlayapman. Konkursda sovg'a xohlayapman. Chechenkaxon iltimos. Xudoga shukr, nima ekandim men? Bu sovg'alarni yutib olish uchun o'qitish shart emas. Men obuna bo'lgan hamma homiga obuna bo'lib, shu videoni tagiga bajardim deb yozib qo'ysangiz bo'ldi. Men shundog'iga ham halolani qilayman. Hay, rostdan. Ha? Uyda o'tirib. Ha? Uy ahmoq tentak. Ana uyda qilsak bo'lar ekan, shuncha joydan mana o'ga sarflab, pulni bu yoqqa kelishga sarflab. Voy, bo'ldi, tamom. Sen o'zingni profilingdan, meni profilimdan Chechenkani hamma homiylarga podpiska bosasan. Keyin sovg'alab ketamiz, ha? Ketdik. Voy, mana uni dushmanlaringizga sepasiz. Shuni ichirib olsam bo'lmaydimi? Bam 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 boy boy.